Assalomu alaykum, mani kanalim muxlislari va obunachilari va mehmonlari. Mana kurkimiz ochdi. 1-2 kunlik jo'jalar ovqat yeyapti o'zi. Suv ichyapti. 11 ta jo'ja chiqadi. Hozir 10 ta qoldi. Kecha bittasi o'ldi. 4 ta tuxum qoldi yana ochadigan. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yana tegdi. Yana 4 ta tuxum qolgan. Ham 2 talik tuxum. Buni yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Jo'jalarni ham qo'yib qo'yamiz. Qurish kerak jo'jalar. Yana joyiga solib qo'yamiz qaytib yana. Oysin tegida yotish kerak bular. Stuli kerak bularga. Anamcha qolmadi mana. Joyiga solib qo'ydik. Mani ko'rganlarga kattakon rahmat. Like va share silanglar chiqmasin. Obuna bo'ling.